Q Study, your pathway to world-class education. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana Q Study Central Asia jamoasi. O'tgan safargi podkastimizda Malayziya davlatidagi soxta grantlar, agentlarga studentlar qanday tushishadi hamda u yerdagi berilgan yolg'on va'dalar haqida gaplashgandik. Bu safar ham shunga o'xshash mavzular haqida gaplashamiz. Hozir oldimda hamkasbim hamda Malayziya hayotini juda ham yaxshi tushunadigan odam Abbos o'tiribdi. Abbos, Assalomu alaykum do'stlar. Hop, ismim Abbos. O'zim Malayziyada oxirgi 5 yil hayotimni Malayziyada o'tkazdim. O'qidim, yashadim. Shu Malayziyada ancha-muncha yashab qo'ydik. Xo'p, Abbos, keling shunchaki mavzularga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, qarang. Birinchi o'rinda studentlar ko'pincha hayron qolishadi. Ya'ni bu yerdan nimanidir kutishadi, lekin Malayziyaga borgandan keyin u narsa balkim teskarisi yoki umuman o'xshamagan narsa bo'ladi. Shu holat haqida bir ikkita misollar bera olasizmi? Da, unaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi. Rus tilida aytishganda vaše ожидание, vaše проблемы deyishadi-yu. Ko'p agentlar jo'natayotganda, misol uchun, mana sen borasan, borganingdan keyin bir hafta, 2 hafta, 1 oy o'qiganingdan keyin Amerikaga uchib ketasan deganlar ham bo'lgan. Aytmaymiz qaysi agentligini. Mana oldimga bolalar kelib, aka 2 oy o'qidik, bitta semestr tugatdik, Amerikaga qachon ketamiz deb oldin kelishganlar ham bo'lgan. Keyin ko'plar aytishadi, borganingdan keyin o'zingni eplaysan, uydagilarning boshlang'ich to'lovingni to'lab bersan, qolganini o'zing eplab ketasan, uydagilarga pul jo'natib turasan deb aytishadi. Lekin bu ham yolg'on. O'zi EMGS, mana bu Education Global Service Malayziyaniki o'zi mana shu immigration bo'limi bor, studentlar bilan ishlaydigan. Ular 20 soat ishlashga ruxsat bergan, lekin ko'chada ishlamaysiz. U ham semestr breakda universitetda ishlasangiz bo'ladi. U 20 soat ishlab siz $500, $1000 topa olmaysiz. Nafaqat o'zingizga bir xil yashab uyga ham jo'natasan deydi, bir xil o'ziga ham topa olmaydi pulni. Lekin yakunda o'zida ham pul yo'q, faqat uydagilardan olib, ya'ni qanaqadir soxta rollarda o'ynab, baribir yashash o'sha yerda jon saqlab qolishga harakat qiladi, to'g'rimi? Da, shunaqa. Chunki endi uydagilarni ketqizgan puli, ketqizgan shu umidini so'ndirmay deb turib, o'qimasdan ham ishlab yuradiganlar ko'p. Men topadigan pulingiz, misol uchun ko'chada ishlasangiz ham $400, $500 topadigan pulingiz, ketqazgan universitetga ketqazgan pulingiz, universitetga ketayotgan vaqtingizga arzimaydi. Siz topgan pulingizdan ko'ra ko'proq narsani yo'qotasiz. Shu borada bitta narsani qo'shib ketishim kerak. Mana shu EMGS haqida gapiryapmiz hozir. EMGSda bandida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni 20 soatgacha ishlasang bo'ladi deb aytilgan, lekin darsga xalaqit bermagan holda albatta. Agarda dars ko'rsatkichlari 80% dan pastga tushib ketib qoladigan bo'lsa, fandan failga olib keladi. Agarda ko'proq undan ham ko'payib ketib qolsa, ya'ni 3 ta 4 ta fandan shunaqa bo'ladigan bo'lsa, vizadan отказ berishga ham, ya'ni keyingi yilga cho'zdirmasligi mumkin. Bu juda ham shu yerda qattiq nazorat qilinadigan tizim. Xo'p, Abbos, yana qanaqa misollar bor? Xo'p, ko'plar o'ylaydi, Malayziya baribir tropik davlat bo'lganligi uchun Tailand bilan adashtirishadi. Men uydagilarimga ham ko'plar aytishgan, o'g'lingiz yaxshi o'qibdimi, Tailanddami, o'qish qalay bo'lyapti deb. Tailand, Singapur, Indoneziya, Malayziya shu 4 ta davlat, qo'shni davlatlar hammasi o'zicha boshqacha. Misol uchun Malayziyadagi hayot bilan Tailanddagi hayotni siz bir-biri bilan solishtira olmaysiz. Chunki Tailand ko'proq baribir turistlar uchun ko'proq shu tropik bo'lganligini hisobga olsak, Malayziya esa Kuala Lumpur shahri bor, Johor Bahru degan shtati bor. Ularda shunaqa rivojlanib ketgan shaharlar, bu tropik davlat deb o'ylamaysiz ko'rganingizdan keyin. Keyin Malayziyaga borgandan keyin meni birinchi shu hayron qoldirgan narsa bu Malayziya va xususan Kuala Lumpur shahri juda ham kontrastlar shahri deb o'zim uchun bilganman. Nimaga? Chunki shu Kuala Lumpur kirganingizdan keyin ko'rasiz baland-baland binolar, Petronas o'sha Egzaylar minorasi va hokazo. Lekin ozgina 15 minut, 20 minut, yarim soat chetga chiqqaningizdan keyin o'sha junglilar, keyin ozgina 1 soat yursangiz o'sha okeanga chiqsangiz bo'ladi. Bu juda ham odamni hayron qoldiradi. Keyin juda ham multicultural davlat. Malayziyada 3 ta asosiy xalq bor. Hop, birinchisi o'zi malaylar o'zi, ular musulmon. Ikkinchisi o'zi 3 ga bo'ladigan bo'lsa, 60% ni malaylar oladigan bo'lsa, keyingi 20% bu xitoylik, Malayziyada tug'ilib o'sgan xitoyliklar va uchinchisi esa bu hindlar. Ular ham malayziyalik, o'sha bir xil pasporti, bir xil huquqlari bor. Ularni ham
lekin o'sha malayziyalik hindlar deb bilishadi ularni. Tushunarli. O'zi Malayziyada 3 xil din vakillari, ya'ni 3 xil toifa bo'lgani bilan bu hech qanaqangi bir-biriga o'zaro nima deydi, konfliktlar kelib chiqolmaydi. Sababi agar ular bitta joyda o'tiradigan bo'lsa ham, avvalo birinchi bo'lib halol ovqat iste'mol qilishadi, hamda hammasi bir-biri bilan do'st. Ya'ni u yerda sen boshqa toifaga mansubsan, unaqa odam ajratish bo'lmaydi. Ya'ni xalqi juda ham open minded hamda bir-biri bilan juda ham chiqishadigan, shundaymi? To'g'ri. Misol uchun Hind, Xitoy va Malay o'tiradigan bo'lishsa, Xitoy cho'chqa yemaydi, Malay mol go'shti yemaydi. O'rtasiga alternativa topib turib, balki o'sha tovuq go'shti yoki qo'y go'shti yeyishligi mumkin. Bir-birini xafa qilib qo'ymaydi deb turgan holda ovqat tanlashadi. Xuddi shunaqa. Keyin Malayziyada bilamiz juda ham bayramlar ko'p. O'sha haqida ham ozgina gapirib bersangiz. O'zi birinchi yil borganda o'qishdan ko'ra bayram ko'proq bo'lgan. Shu meni juda ham qattiq hayron qoldirgan. Ular 3 ta din deb o'tganimizdagi, bizani musulmonlarni Hayit bayrami bor, hindlarni Diwali bayrami bor va xitoyliklarni o'zini Chinese New Year bor. Xitoyliklarni yangi yili. Bittagina shu mavzuda ularda bir-biri bilan raqobat bor. Misol uchun Malaylar, musulmonlar shu Hayit bayramini qanchalik shovqin bilan nishonlashi, salyutlar o'tadi, ko'p bayramlar beradi, konsertlar bo'ladi. Hindlarda Diwalida shunaqa o'zini special narsalar bor otadigan, o'shalarni otib, shovqin qilib, kechasi bilan uxlashga berishmaydi. Xitoyliklarda sal ko'proq narsa bo'ladi, chunki Chinese New Year adashmasam bir hafta bo'ladi. Hafta davomida ular nishonlashadi. Shu mavzuda ularda competition bor, lekin bitta din dam olganda, misol uchun Hayitga dam bersa, hammaga dam beradi. Hamma dam olib birga nishonlashadi. Xo'p, Malayziya haqida asosiy umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Endi u yerda yashash xarajatlari, ovqat uchun qancha ketadi, transport narxlari, shular haqida ham ikki og'iz gaplashsak. Xo'p, Abbos, student sifatida bir kunda qancha pul ishlatadi studentlarimiz? Xo'p, odamlarga eng qiziq savollardan bittasi bo'ldi. Hamma so'raydi, yashash qancha, kvartiralar qancha, yeb ichish qancha bo'ladi. Xo'p, Malayziyani agar Toshkent bilan, shu Kuala Lumpur shahrini Toshkent shahri bilan solishtirsak, agar narxlar plus minus bir xil. Yashash narxi, produkti va kvartira bir xillarda, даже o'sha kvartiraning narxi Toshkentga qaraganda arzonroq. Men o'zim kvartira snimat qilardim, arendaga olardim ijaraga. 3 xonali kvartira, hamma sharoitlari bilan, sharoitlarga futbol kiradi, futbol zali bor, badminton zali, basseyn, trenajyorniy zal bor, sauna, karaokelargacha ham bor. $600 ga 3 xonali kvartira topsa bo'ladi. Lekin ko'p studentlarimiz xona snimat qilishadi, faqatgina bitta xona olishadi ijaraga. Bu ancha hamyonbop bo'ladi. Bitta xonani rayonga qarab $150 dan $300 ga olsangiz bo'ladi. $300 xonada o'zini xususiy o'sha vannasi, dushi, hojatxonasi bo'ladi. Xo'p, yeb ichib keladigan bo'lsak, men o'ylashim bo'yicha Malayziyada to'g'ri bir xil oziq-ovqat mahsulotlari qimmatroq bo'lishi mumkin bizga qaraganda, go'sht misol uchun. Lekin qolgani plus minus bir xil bo'lsa kerak, Toshkent shahri bilan solishtirsak agar. O'sha $600 deganingizga, menimcha hozirda Toshkentda narxlar o'sgandan o'sib boryapti. 3 xonali uyni Toshkent shahardan $600 ga ancha topib bo'lmasa kerak, to'g'rimi? U kvartirani ko'radigan bo'lsangiz, hamma sharoit bor. Kir yuvish mashinasi, televizor, Wi-Fi ichida, hamma xonada konditsionerlar, juda ham vidlar chiroyli. Pastga tushsangiz aylanadigan joylar bor, parklar bor, magazinlar bor, ovqatlangan joylar bor. Men o'ylashim bo'yicha bunaqa sharoitdagi kvartirani Toshkentda $600 ga topa olmaysizlar. Toshkentda juda ham qiyin. Keyin bizda o'zimizda bu yerdagi turar joy majmualarida bunaqangi sharoit yo'q. Bo'lsa pastda o'sha turnirda tortilish uchun qanaqadir mashg'ulotlar arenasi bo'lishi mumkin, keyin to'p tepgani, shu o'tirgani nimalar bo'lishi mumkin, lekin menimcha basseyn, sport zal, bular tekinda Malayziyada. Qisqaroq aytganda, juda ham o'sha to'layotgan pulingiz bemalol hamma narsani qoplaydi. Ya'ni nima deydi, to'lab turib maza qilasizda. To'lovni bekorga sarflamayotganday bo'lasiz. Keyin siz so'ragan narsa kunlik xarajat dedingiz, men javob berishingizdan chiqibdi. Xo'p, men do'stlar bilan ham turganman. O'zimni tanishlarim bilan turganimizda biz ovqat qilardik.
unda oyiga yeb ichishga $200 ketardi. Plus minus $200-300 shu masalliqlar olib kelib uyda ovqat qilardik. Bir xil payt bitta o'zim yashagan paytim ham bo'lgan. Unda odam berinadi, to'g'risini aytsam, ovqat qilishga. O'shaning uchun ko'chada 3 mahal ovqatlanish uchun $10 shundoq yetadi. Bitta odam bemalol yeb ichib to'yadi $10 ga. So'mda hisoblaydigan bo'lsak, 100 ming, 120 ming so'mga bitta odam bitta kunda 3 mahal ovqat to'yib yesa bo'ladi bemalol. Shu yerga bitta qiziqarli fakt. Endi o'zim ham Malayziya davlatiga ko'p boraman. Kuala Lumpurda bir choy ichsak $2, $2.5, nari borsam $3 bo'ladi. Mamak, ya'ni minutka, ya'ni xohlagan foodni tanlaysiz. Bistro o'zimizda bor. Lekin bu yoqda $2 ga qorin to'yadi. Bu yerda kelib turib o'zimizda birorta kafeda choy ichadigan bo'lsangiz, yo osh yeydigan bo'lsangiz, o'sha $7-8 bo'lib ketdi. $2 bilan juda ham katta farq borda. Ya'ni Malayziyada $200 ga yeb ichishingizga bemalol yetishingiz bo'ladi student sifatida. Albatta u yerda Susambildagi hayotni tasavvur qilmang. $200 ga hamma narsaga erishaman ekan deb. $200 ovqatlanishingizga student sifatida ketadigan bo'lsa, undan tashqari agarda bitta master room yoki medium room oladigan bo'lsangiz $200. Jami $400, ya'ni bir oylik xarajatingiz bor. Bu yog'iga endi $50-100 qo'shimcha har xil attractionlarni ko'rgani borsangiz yoki transportga ko'p pul sarflaydigan bo'lsangiz, jami $500. 300 ga ham menimcha ayrim joylarda yashasa bo'ladi. Mana shu medium narxda aytadigan bo'lsak, demak $400 bemalol yetadi, to'g'rimi? Student sifatida yashash uchun. Keyin ko'p studentlarni qiynaydigan narsa bu bir xil paytlarda universitetda yetilmagan to'lovlar bo'lib chiqishi mumkin. Keyin har yili bilsanglar, agar misol uchun biz Amerika bilan solishtiradigan bo'lsak, ular birato'lasiga 4 yilga viza beradi. Malayziyada esa 1 yilga beriladi viza. Keyingi yili siz uni boshqatdan yana yangilashingiz kerak. Visa renewal deyiladi. Shu viza tugashidan 3-4 oy oldin proses boshlanadi. O'shaqa to'lovlar ham bor. Xo'p, u to'lovlar har bitta universitetda har xil o'rtacha $150-200 bo'lishi kerak viza renewalga. Keyin ko'p ota-onalar tushunmaydi doim. Malayziya davlati O'zbekistonliklar uchun bez viza, nimaga viza qilishimiz kerak deydi. U yerda aytib o'tamiz, student viza bilan turist vizani orasida juda ham katta farq bor. Turist viza shunchaki borish, ayrim joylarga vizit qilish, dam olib qaytib kelish. 30 kun limit bor. Student viza deyotganda endi buning ichiga to'lovlarga hujjatlashtirish ishlari, sizlarga o'sha vizani beradigan EMGS tashkilotining o'zini dokumentatsiya ishlari bo'ladi-da. O'zlari to'lashadi, o'sha to'langan summaning ichidan plus u yerda majburiy tarzda sug'urta bo'lishi kerak. Ya'ni studentga har xil baxtsiz hodisa bo'ladigan bo'lsa, o'shani qoplab beradigan Malayziyada sug'urtalar 100% ishlaydi. Ya'ni isitma ko'tarilib ketsa ham, agarda me'yordan oshiq ketib qoladigan bo'lsa, albatta o'sha universitet tomonidan belgilangan shifoxonaga borib, bemalol bepul tibbiy ko'rikman olsa bo'ladi. Shuni ota-onalarga aytib qo'yishimiz kerak. Chunki doim mavzu o'rtaga tashlanadi-da. Malayziyaga bez viza-ku, nimaga vizaga $700-800 boshlanishiga to'laydi deydi. Endi mana shu to'lovlarni o'zi belgilanganligi uchun to'lash majburiy. To'g'ri. Xo'p, Abbos, ikkinchi mavzu bu bo'ldi, menimcha. Malayziyada ko'p studentlar borgandan keyin depressiyaga tushadi. Endi bu ham har xil depressiya. Endi o'zingizda bo'lganligi ham bo'lishi mumkin. Endi past demoqchiman, o'sha asosiy sabablari nima bo'ladi mana? Xo'p, har xil vaziyatlar bo'ladi. Bir xillar misol uchun o'qishi boshida oson bo'ladigan bo'lsa, meni butun shu o'qishim bitirgunimcha hammasi oson bo'ladi deb o'ylab, keyin qiyinchilik ko'rgandan keyin depressiyaga tushib qolishi mumkin. Keyin ota-ona tarafdan ko'plarda bosim bo'ladi, pressure bo'ladi. O'qishingni bitirmasang biz nima qilamiz, sharmanda bo'lamiz, yaxshi o'qishing kerak degan narsalar bilan jo'natishadi. Bu albatta studentga shu og'ir botadi-da. Keyin yaxshi o'qiy olmasa, shu depressiyaga tushadi. Ota-onamni yuzini yerga qaratib qo'ydim degan ma'noda depressiyaga tushib qolishi mumkin. Yana bitta narsa bu pul topish masalasi. Misol uchun shu aytib o'tganimizdek ko'p agentlar va'da beradi. Mana siz $500, $1000 topasiz deydi. Borgandan keyin u pul topolmagandan keyin aytadi, nima? Mani qolganlardan qatim kam. Ular eplayapti, men eplolmayapman shu ishni deb depressiyaga tushib qoladigan vaziyatlar ham bo'ladi. Ish masalasiga ozgina qo'shimcha qo'shib ketadigan bo'lsam,
Ya'ni bu EMJSda saytiga kiradigan bo'lsak ham, u yerda tartib bilan yozib qo'yilgan studentlar darsga xalaqit bermagan holatda 20 soat. Ya'ni shu 20 soatda birinchi mavzuda ham bu haqida ta'kidlab o'tdik, ya'ni qo'shimcha sifatida bo'lyapti. Ishlasangiz bo'ladigan ishlar bor, lekin biz studentlarga asosiy beradigan tavsiyamiz agarda mana shu IT dizayn sohasiga ketadigan bo'lsa, hozir sun'iy intellekt juda ham rivojlanyapti. Freelancinglik, ya'ni uyda o'tirib sekin-sekin pul topishga maslahat beramiz. Har qanaqangi haligi tez boyib ketish usullari, qimor yoki trading bu narsalarga maslahat bermaymiz albatta. Chunki tez topilgan pul avvalo tez ketib qoladi. O'shuning uchun mehnat bilan o'ziga ham praktis bo'ladi deymiz. Ya'ni freelancing qilib turib qanaqangidir tasklarni bajarib, o'zlarini mobile applicationlarni yaratishsa yokidir shu interior dizaynda o'qiydiganlar o'zlarini dizaynini shu arxitektorlarga ko'rsatishda shu orqali daromad qilishsa bo'ladi. Men o'zim ham tarjimon bo'lib ishlaganman. Kechqurun bo'lardi faqat ish. Kompaniya Amerikada joylashganligi uchun kechasi ishlardim. Bu sog'liqqa uncha yaxshi emas, lekin student bo'lib turib o'zingizni yem-ichishingizga topsangiz bo'ladigan ish. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Men Malayziyaga ketishimdan oldin bir akam meni juda ham yaxshi tavsiya berganlar. Borganingdan keyin uysiz qolib ketgan, ko'chada qolib ketgan odamdek yashayman deb o'zingni tayyorlab borgin. Homeless deydi-yu. Homeless bo'lib yashashga tayyor bo'lib borgin degan. O'shanda keyin ko'rgan sharoitlaring, ko'rgan narsalaring senga yaxshi bo'lib tuyuladi va kayfiyating har doim a'lo darajada bo'lib yuradi deb aytgan. O'sha birinchi mavzuyimizga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha expectation and reality bor. Xuddi o'sha narsa o'zingni tasavvuringda uysiz qolib ketaman, och qolib ketaman deb eng qiyin vaziyatlarga o'zingni tayyorlab borgin. O'shanda ko'rayotgan narsang, yashayotgan joying o'zingga yaxshi ko'rinadi deb tavsiya berganlar. Juda ham zo'r tavsiya o'zi. Hamma o'ziga shuni yozib olsa, Malayziyaga borgandan keyin men milliarder bo'lib ketar ekanman, Lamborghini haydayman deb o'ylab borishmaydi keyin. O'sha o'zi gap bor-ku, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan kattalar gapi bor-ku. Shunga o'xshagan narsa. Xo'p, maslahat beramiz studentlarga hech qachon komfort zonaga o'tirib qolmanglar. Ota-onalar moddiy jihatdan zo'r bo'lsa ham buni xohlayman, buni xohlayman, manaqa kvartirada o'zim turaman, unaqa narsalar qilmanglar. Chunki o'zinglar faqat minuslarga yuradi. Chunki odam komfort zonaga tushgandan keyin eng dangasa odam bo'lib qoladi. Ya'ni hamma narsa o'zingizda bo'lsa, dangasa. Bu yoqdan kechki payt uxlamaysiz, ertalab kech turasiz, darsga nisbatan intizom tushib ketadi. Shunga qarab turib o'zingizlarni iloji boricha student sifatida kamchiliklar bilan yashashga o'rgatinglar. Ya'ni masalan ovqat zakaz qildingiz, u ovqatni saqlab turib biroz muddatdan keyin albatta olib yesangiz bo'ladi. Lekin o'rniga tashlab yuborsangiz, har xil baribir hayotda bo'ladi bunaqa narsalar studentlar orasida. O'shanga komfort zonaga qo'ymasdan o'zingizlarni iloji boricha agarda pulinglar ko'p bo'lsa, keyingi oyga saqlanglar yoki saqlab yilda oxirida o'zingizlarni o'qishlari kerak bo'ladigan shaxsiy notebookinglarni yoki iPad sotib olinglar. Shunga o'xshagan o'zingizlarni plyusinglarga yuradigan narsalarga ishlatishni tavsiya beramiz. Yana bittasi qo'shib o'tmoqchi edim. Nimaga ko'plar depressiyaga tushib qoladi? Malayziyaga ketishdan oldin shu til darajam yetarli deb o'ylab ketishadi. Borgandan keyin hamma ingliz tilida gapirganligi uchun tushunmaydi, do'stlar orttira olmaydi, bitta o'zi qolib ketadi. O'shaqa vaziyatlar ham studentga juda ham og'ir botadi. O'shandan keyin depressiyaga tushib qolishi mumkin. O'shaning uchun biz har doim so'raymiz, til darajali IELTS bo'lmasa ham kirish mumkin bo'lgan universitetlar bor, lekin til darajali gaplasha oladigan bo'lishi kerak. Ozgina bo'lsa ham tushunib, chunki darslar ingliz tilida bo'ladi. Hammasini tushunishingiz uchun ingliz tili darajangiz bo'lishi kerak baribir. Shu yerga aytadigan bo'lsam, birinchi o'rinda ota-onalarga quloq solinglar. Sababi hech qachon sizlarga yomon maslahat bermaydi. Chunki o'zimiz ham ota-ona bilan gaplashayotganda konsultantmiz-ku, eng yaxshi variantni beramiz. Agarda farzandingiz ingliz tilisi yetmaydigan darajada bo'lsa, keyingi intekka o'qishni ko'chirish imkoniyati bor. Shoshilmayapsiz. Bu intekka borib turib, fanlardan yiqilib, yana qaytadan pul to'lab o'qigandan ko'ra, keyingi intekka borib turib, ingliz tilini rivojlantirib olib turib, bu yoqqa borib, networking qilsa, studentlar bilan dars tushunib, vazifalarni vaqtida bajarsa, menimcha shu maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri. Va keyingisini aytadigan bo'lsak, agarda ota-onalar sizlarga telefon qilib tusha olmayotgan bo'lsa, unaqa men imtihondan o'ta olmadim, qilsam qaytarmasam nima, so'kadi meni gaplashsam, shunaqa narsalarni o'ylamanglar, chunki xavotir olishadi. Biz o'zimizda bo'ldi yaqinda vaziyat.
bir haftalab 2 haftalab telefonga javob bermadi. Biz bu yoqdan qo'ldan kelgancha hamma harakat qildik, topolmayapmiz. Bizga ko'rinishga harakat qilmayapti. Bu bola oxirida ma'lum bo'ldi, imtihonlardan yiqilgan, ota-onasiga aytmagan, sababi ota-onasi so'kkan. Ya'ni o'tmasang shunaqa bo'ladi deb. Endi bu bizga noma'lum, endi eshitishimiz bo'yicha baribir studentlar aytishi bo'yicha shunaqa. O'shuning uchun agarda imtihondan o'tolmagan bo'lsanglar, avvalo bu o'zingizlarning aybinglar bo'ladi birinchi o'rinda. Hech qachon boshlang'ich kurslar qiyin bo'lmaydi. O'qisanglar, o'tasizlar. O'zingizlar boshqa narsaga bo'lgan bo'lsanglar, o'zingizlar masalan ishlar yoki ko'pincha darsga kech qolib borgan bo'lsanglar yoki mana shu ingliz tili language barrier sizlarga xalaqit bergan bo'lsa, o'tolmaysizlar. O'shuning uchun doimiy tarzda ota-onalar bilan oradagi masofani zo'r ishlaylar. Kerak bo'lsa har kuni gaplashib, o'zingizlar haqingizda update qilib turishni maslahat beramiz. Studentlar bilishinglar kerak, asosiy narsa bu ota-onalar uchun o'qish bo'lmasa ham, balki o'sha sizni sog'lig'ingiz va yaxshi yashashingiz. Misol uchun o'qish o'z yo'liga, lekin siz o'zingizga harm bildirgan bo'lsangiz, misol uchun har xil vaziyatlar bo'ladi. Bir xil o'sha o'qiy olmaganligi uchun depressiya tushib, dori ichish mumkin. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Unaqa narsaga tushib qolish kerak emas. O'qish o'z yo'liga, avvalambor o'zingizlarni va yaqiningizlarni asrashinglar kerak. Shunaqa nima ham deymiz? Birinchi o'rinda aytadigan narsamiz, qaysi davlatga o'qishga borishingizdan qat'iy nazar, faqatgina konsultant bilan chegaralanib qolmasdan, u davlat haqida o'zingiz ham research qilinglar. Ya'ni borgandan keyin nimalar bo'lishini o'zingizlar ham student sifatida bu haqida juda ham ko'p videolar bor. Hozir hamma sharoit bor, internetda muammo yo'q. YouTube'ga yoki Google'ga kirib turib, shu yerdagi hayot yoki sun'iy intellektdan ham so'rasa bo'ladi, ChatGPT, DeepSeek o'sha yerdagi hayotni so'rasanglar, qo'shimcha ma'lumot sifatida o'shanga tayyor bo'lib borasizlar. Malayziya bo'ladimi, Singapur bo'ladimi, xoh Avstraliya, Amerika yoki Yevropa davlati bo'ladimi. Lekin baribir yakuniy qarorni o'zingizlar chiqarasizlar. Qaysi davlatga borishinglardan qat'iy nazar, qo'shimcha sifatida o'rgansanglar, sizlarga hech qachon u yomon bo'lmaydi. Ya'ni o'sha birinchi mavzudagi bu yerda kutgan narsangizni ro'yobga chiqarish uchun u yoqda birinchi bo'lib mana shu narsalarni ko'rish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Shunaqa, menimcha yetarli bo'ldi bugungi bu mavzuyimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi mavzularda sizlarga kommentda ham yozishingiz mumkin agarda birorta mavzu haqida o'zingizlar bilmoqchi bo'lsanglar. Shunaqa, like bosinglar, follow qilinglar. Hamma bilan ko'rishguncha. Rahmat, muloqotda ko'rishguncha. Rahmat.